Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 22-may 25-yil 4 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz tayyor bo'ldi. Bu ikkita ko'rpachamiz chimildiqdagi uchun, ikkitasi esa beshiklari uchun, beshik tuyiga etishlari uchun. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Astarlari ham o'zlariga mos qo'yilgan. Ko'paklari tikilgandan keyin buni tikishlari hammasi overloga yopilgan, keyin paxta solib qavilgan. Mana bemalol ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Har bitta ko'rpachalarimizga 3,5 kilodan paxta solingan. Mana qavilishlari shaxmati. Mana yig'ilgan holatlari. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Telefon raqamimni videoni ostiga qoldiraman. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Dastavkalarimiz bor.